Qo'shiq kuylagan elda qayg'u bo'lmas deydilar. Qo'shiqqa to'lib ketsin jumlai jahon. Qo'shiq aytsam dilim yayrar chiqar xumorim, qo'shiq aytsam yuragimda qolmas xumorim. Qo'shig'imda baxtiyor el quvonch kuylarim, qo'shig'imda mehrigiyo go'zal diyorim. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Amudariya telekanalining aziz muxlislari, sizlar bilan yana jonli ijroda konsert dasturimizda ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Elimizda, yurtimizda, har bir oilada, har bir xonadonda kuy qo'shiq yangrab tursin. Azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda jonli ijroda konsert dasturimizni boshlaymiz. Bugungi jonli ijroda konsert dasturimizning aziz mehmonlari, xushovoz xonandalari, O'zbekiston Respublikasi Davlat filarmoniyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limining ashula va raqs xalq ansambli xonandalari, mana shu Qoraqalpog'iston san'atining oltin fondi marvaridi gavhari xushovoz xonanda ustozimiz Mirzagul To'laganova. Mirzagul opa, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmet. Neki bugun sizning studiyangizga kelib, bugun sha'nli tarzda konsert berib atqanimizdan juda quvonchlimiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz ixlosmandlar, televizor ko'ruvchi do'stlar. Sizlar menen sha'nli efirda ko'rishib turganimizdan juda quvonchlimiz. Salomat bo'ling. Hamda yana bitta aziz mehmonimiz xushovoz xonanda, xalqimiz sevgan san'atkor singlimiz Urxiya Allaniyazova. Urxiya, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmet. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha zamonlaslar, neki bugun biz ustoz apamiz bilan birgalikda, barcha ustoz sazindi ağalarımız bilan birgalikda ATV telekanalına to'g'ridan-to'g'ri jonli ovozda konsert bag'darlamamizni tayyorlab kelgan biz. Marhamat, nazarlaringizga sunamiz. Mirzagul opa, Urxiya, yana bir bora studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Hamda mana shu yerda filarmoniya sozandalariga, ustozlarimizga ham o'z tashakkurimizni bildiramiz. Tashrifingiz uchun katta rahmat sizlarga. Keling endi konsert dasturimizni ajoyib bir qo'shiq bilan boshlasak. Shunday ekan, Baydiy maydonimizga bugungi mana shu kechamizning sababchilari bo'lgan xushovoz xonandalarimiz, ustozimiz Mirzagul opa To'laganova hamda Urxiya Allaniyazovlarni taklif qilamiz. Azizlar, shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, bugungi mana shu dasturimizga fikr bildirmoqchi bo'lsangiz yoki ijodkorlarga yaxshi niyatlaringizni, istaklaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, bizning doimiy raqamlarga 0850 qisqa raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bugungi dasturimizni aliomedia.com YouTube kanalimiz bilan birga ayta olib bormoqdamiz. Shunday ekan, dasturimizni ajoyib bir duet qo'shiq bilan boshlaymiz. Diqqat markazimizda xushovoz xonandalar Mirzagul To'laganova hamda Urxiya Allaniyazovalar. Marhamat. Pişirsen beşreptin zavrin, bilmeysen ben seni kevlimnin bağrın. Al sorap gelmeysen demeysen yarım, men seni hapa ettim ben. Al sorap gelmeysen demeysen yarım, men seni hapa ettim ben. Ya birovlar
Kaldırma senindi Ya birevler kaldırdırma kevlindi Mağan arnap bağdamız gen gülümdi Körsetmeysin ya birevge inam ettin mi Mağan arnap bağdamız gen gülümdi Körsetmeysin ya birevge inam ettin mi Mirzagul To'laganova hamda Urug'iya Allaniyazova katta rahmat, ajoyib dilrabo kuy qo'shiqlar uchun chin ko'nglimizdan tashakkurimizni izhor etamiz. Endi esa mana shunda ustoz Mirzagul opamiz qo'shiqlarni davom qildilar. Marhamat. Azar bizni kuzatishda davom eting. Didar ko'rishmek jo'va bilsin g'aribim
hiçbir nadanğa sırın elge jayıp başı tersine Işkı sırın aytma hiçbir nadanğa sırın elge jayıp başı tersine Uruk azap benim ağız bulma Alından ayırıp aşı tersine Uruk azap benim ağız bulma Alından ayırıp aşı tersine Götürüp tacı tersine Kadirden dostumdan yüzünde vurma Basına götürüp tacı tersine Bir hoş yigit nazalimge yar bolsa Hem jamalin bir ko'rmege zar bolsa Bir hoş yigit nazalimge yar bolsa Hem jamalin bir ko'rmege zar bolsa Arasında bir sumshmo bar bolsa Жақсы dostum menin qasi tersine Arasında bir sumshmo bar bolsa Жақсы dostum menin qasi tersine Taygan şağında yaşı tersine Sağam berse saadatlı bir persin Qartaygan şağında yaşı tersine Qartaygan şağında yaşı tersine Terizimi tanlaray mağız oyğanda Bostanıma gülleray kadim koyganda Aspanda ay otur tini kolganda Seni gül sağlığında takrarlar jamim Aspanda ay otur tini kolganda Senin gül sağlığında
Çolpan жұлдыз айғая құлан болғанда Senin güzelliğinde takrarlar canım Çolpan жұлдыз айғая iman болғanda Senin güzelliğinde takrarlar canım Bir qarasam bahara oldu жазындай Bir qarasam жажай aydı asımda Жасым өтер бақытта қосалысында Senin güzelliğinde takrarlar canım Жасым өтер бақытта қосалысында Senin güzelliğinde takrarlar canım Paşayı kıyığına Pegedey dana Tunguş ırmağında ya Kundağına Ana kuşağında ya Talgından bala Senin güzelliğinde takrarlar canım Ana kuşağında ya Talgından bala Senin güzelliğinde takrarlar canım Senin güzelliğinde takrarlar canım Mirzagul To'laganova, katta rahmat, ajoyib Dilrabo kuy qo'shiqlari uchun chin ko'nglimizdan tashakkurimizni izhor etamiz. Keling, Mirzagul opa, mikrofonni ham olib kelsangiz. Mikrofonni ham olib keling. Azizlar, dasturimizni yana davom qildirar ekanmiz. Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman sizlarga. Aziz tomoshabinlar, siz bizga bemalol 0850 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana shu dasturimizga fikrlar bildiring, ijodkorlarga istaklaringizni, tilaklaringizni bemalol bildirishingiz mumkin. Shunday ekan, 0850 raqami doim siz uchun xizmatda. Azizlar, dasturimizni yana davom qildiramiz. Keling, ustoz bilan Mirzagul opamiz bilan biroz suhbat qilsak. Men mana shu dasturimiz boshida Mirzagul opamni tanitganda uzr so'rayman, bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz. Jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Kimsiz? Qayerdansiz? Ismingiz? Alo. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. Yoshlarni tarbiyat etyapsiz, shunday qo'shonlar fikrlarni chiqaryapsiz. Omadlar tilayman. Rahmat. O'zimizga, omadlarni ko'z tegmasin, omadlarga ovoz qo'shilsin, baxtli bo'lsin. Men Urqiyaning kursdosh abad tilyaptim, onasiman, Perdegul opasiman. Salomat bo'ling, rahmat. Omadlar tilayman hammangizga. Rahmat, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat sizga. Rahmat. Azizlar, qarangki, men dasturimiz boshida Mirzagul opamni Qoraqalpoq san'atining oltin fondi deb tanishtirdim. Nima uchun unday dedim? Sababi, men Mirzagul opamga shunday nom berganman, shunday qarashim bor Mirzagul opamga. Yana bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Shalolaydan Ro'zaman, Nurxiya do'stiman, жұмысларni tavsiyaqman. Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Avvaldan ovoz o'silsin. Rahmat. Rahmat. Жұмысларni tavsiylayman. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Men nima uchun Mirzagul opamni Qoraqalpoq san'atining fondi dedim, oltin fondi dedim. Sababi Mirzagul opam Qoraqalpoq san'atidagi eng bir unutilib borayotgan san'at asarlarini
nomalarni topib kuylaydigan san'atkor. To'g'rimi? Mirzaxo'l opa, xalqimizning qalbidan joy olgan, lekin bugungi kunda unutilib borayotgan eng bir xalq nomalarini topib, uni mukammal o'rganib, bugungi kunda xalqimizga taqdim qilib kelayotgan san'atkorlardan biri bu Mirzaxo'l opamiz bo'ladilar. Shu sababli men Mirzaxo'l opamni Qoraqalpoq san'atining oltin fondi dedim. Hozir suhbatimizni davom qildiramiz. Yana bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Paxradiyeva Shumargul. Aha. Urxiya mening do'stima tavsiyalar tilayman. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Hazilli yigitlarga tavsiyalar tilayman. Rahmat. Konsertni asib kuni bilan kutib yurdim. Yerda bugun hozir turib o'tiraman. Tavsiyalar. Rahmat, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat Chinargul. Rahmat. Davom qildiramiz. Demak, keling shu ijodingiz haqida suhbat qursak siz bilan Mirzaxo'l opa. Asosan siz Qoraqalpoq san'atidagi milliy nomalarni, milliy qo'shiqlarimizni, milliy san'at asarlarimizni kuylaysiz, shundaymi? Asosan mana shu san'atga bo'lgan qiziqish qachondan paydo bo'lgan? Qiziqish shu tug'ilgani beri boshlar. Ha. Shu maktab yoshimizdan boshlab shu ajaqalarimiz, ajapalarimiz shu krujoklarga qatnashib, so'larda bizlar ham qatnashib san'at bayramlarida birinchi o'rinlarni olib yurdik. Keyin Japaq Shamratov atındagi uchilishga kelib topshirib, shu yerda o'qib, shu ansamblga shumsga kelib, shu yerda 29 yildan beri shu yerda xizmat etaman. Qarangizda mana Mirzaxo'l opamiz 30 yil mobaynida mana shu san'atda xalqimizga xizmat ko'rsatib kelayotgan ijodkorlardan biri. Salomat bo'ling. Bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Keling tanishamiz. Kimsiz? Qayerdansiz? Ismingiz? Men. Assalomu alaykum. Gapiring, marhamat. Men Qo'shildan. Qo'shildan Urxiya do'stimda. Buni atividan ko'rib quvonayotirman. Salomat bo'ling. Vaqtida hech ko'rmay edim. Salomat bo'ling. Televizorda darsonday ashib ketgan. Men karantinda umuman sog'inib edim bu qizni. Rahmat. Bozorlashlarni bilayim degan do'stimman. Ko'z kiymesin degan do'stimman. Rahmat. Balandlarda jangray bersin. Qasımlar Mirzaxo'l opa yaxshi ko'rатын artisti, men yaxshi ko'ratan qo'shiqchim. Ikkovsi mast bo'libdi. Rahmat. Siz bilan xayrlashamiz, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat sizga. Ezgu istaklar uchun, qo'ng'iroqlar uchun, e'tibor uchun katta rahmat sizga. Demak, Mirzaxo'l opa qo'shiqlarni davom qildirsak, endi mana shu badiiy maydonimizga san'atkor singlimiz, mana shu O'zbekiston Respublikasi Davlat filarmoniyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi ashula va raqs ansambli xonandasi Urxiya Allaniyazovani taklif qilamiz. Urxiya, marhamat, siz uchun badiiy maydonimiz muntazir azizlar. Dasturimizni davom qildiramiz. Bizda yana telefon qo'ng'iroqlari bor. Efirga olib chiqsam. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Urxiyaning do'sti edim, asim Firuza. Salomat bo'ling. Shomanaydan go'zalaman deb qo'rqdim, jonli aytib berib, iltimos etaman. Zimstanda tavsiya. Rahmat. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Bugungi repertuarda mana shu qo'shiq ham o'rin olgan. Albatta dastur davomida sizga shu qo'shiqni kuylab beradilar. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Demak, azizlar, diqqat markazingizda xushovoz xonanda Urxiya Allaniyazova kuylaydilar. Marhamat. Sen baxtli o'g'li vatan balasi, sening bekim quvvatingdan sharallar, sening bekim quvvatingdan sharallar. O'sgan sherim avldim keng dalasi, sening danqing oltin elga qarallar.
бар өткір алмастай. Жастардың бірі сен артта қалмастай. Жастардың бірі сен артта қалмастай. Ай, жарыста ешкімді алға салмастай. Талантыңдың көшті мені паланы. Талантыңдың көшті мені паланы. Өзің істен қайтпас қайратлы жасаң. Көшіне көш қосып тек алға басаң. Көшіне көш қосып тек алға басаң. Жарыста шынығып толысып тасаң. Жеңіске жетесің мені паланы. Жеңіске жетесің мені паланы. Қолыңда көшің бар өткір алмастай. Жастардың бірі сен артта қалмастай. Жастардың бірі сен артта қалмастай. Ай, жарыста ешкімді алға салмастай. Талантыңдың көшті мені паланы. Талантыңдың көшті мені паланы. Жеңіске жетесің мені паланы. Және де ендігі атқарылатын қосығымыз мотор қайық. Сулап шашын тарайман, ай басыма жіпек орайман, ай. Сулап шашын тарайман, ай басыма жіпек орайман, ай. Сүйгенімнің жолына кеше күндіз мен қарайман, ай. Сүйгенімнің
болғанымда сұлу менен шағыз жастық кездеріңнен ау ауазың таныс кешлерден маңызды есіткенімде ой салды жүрегіме жұлдыздар алыс кешлерден маңызды есіткенімде ой салды жүрегіме жұлдыздар алыс кеулім көз алыққа мұдан жас болайын кейде айдын көлде ұштым қас болып көріп табиғаттың ай сұлулықтарын ұшқын сазын шерттім достым әжін яз болып көріп табиғаттың ай сұлулықтарын ұшқын сазын шерттім достым әжін яз болып ойын құрғанымдай көлде үйрекміз жан азығы боларай қосып пенен саз жүрек намаларыңды есіткенімде менде көз алықай болдым ышқыбас жүрек намаларыңды есіткенімде менде көз алықай болдым ышқыбас кеулім көз алыққа мұдан жас болайын кейде айдын көлде ұштым қас болып көріп табиғаттың ай сұлулықтарын ұшқын сазын шерттің достым әжін яз болып көріп табиғаттың ай сұлулықтарын ұшқын сазын шерттің достым әжін яз болып ұшқын сазын шерттің достым әжін яз болып Salomat bo'ling. Urxiya, rahmat sizga. Keling. Marhamat. Bizga mana chiroyli noma kelgan. Shuni o'qib eshittirsam, shogirdlarim Mirzagul ham Urxiya. Havozlaringiz talmasin, ilhom yo'sh tilaymiz hamda sazindi yigitlarga qo'llari talmasin, yaxshi boshqarib o'tirsizlar. Omad yor bo'lsin. Qo'shiqchi apangiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Bazargul opa Karimova yo'llagan ekan bu nomani. Ustozga katta rahmat e'tibor uchun, yuborgan nomalar uchun katta rahmat. Baxtimizga doim sog' va salomat bo'lsinlar. Katta rahmat. Dasturimiz davom qildiramiz. Keling endi Urxiya bilan biroz suhbat qursak. Urxiya, qarangki, mana sizga boshqacha savollar bilan yondashmoqchiman-da. Mana bizda telefon qo'ng'iroqlari bor azizlar, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Amudaryo telekanali qo'llandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Shomoydan Muratjon Davlatboy o'g'liman. Urxiya qo'ng'isi azapam. Aha.
Marhamat, gapiring, marhamat. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mına Urxajipam azrab dedim dedim. Davusu yaxshi. Alo, eshityapsizmi? Albatta, albatta, gapiring, marhamat. Davusu yaxshi. Aslida apamizga da umidliman. Rahmat, salomat bo'ling. Tavus, qo'ngsi analarimizning atынан, Shumanaydın go'zalidan qo'shig'ini aytib bersin. Navruz ko'chidan. Albatta, rahmat sizga, salomat bo'ling. Rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Neki Murat inimizga rahmetlar aytamiz. Xudo xolisa barcha Shomanaychi apalarimizning hurmatlarini neki repertuarimizga hozir aytamiz. Xudo xolisa Shomanaydın go'zalman degan qo'shiq bo'ladi. Rahmat sizga, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Demak, Urxiya sizga shunday savollar bilan yondashmoqchimanki, keling, ismingizni ma'nosini aytib bering, Urxiya. Bu ismni sizga kim qo'ygan? Ismingizning ma'nosi qanday? Endi mening atimda Urxiya deb o'zimning akim qo'ygan. Urxiya degan bu Muhammed payg'ambarimizning qizlarining ati. Bu Muhammed payg'ambarimizning, ya'ni Xadisha anamizning 4 qizi bo'lgan. So 4 qizining bir qizining ati Urxiya bo'lgan. Mening akim payg'ambar qizimizning Xudo xolisa atin qo'yaman deb niyat etgan. Tug'ilgandan keyin payg'ambar qizimizning bir ati Urxiya deb men atimni qo'ygan. Salomat bo'ling, katta rahmat. Bizda telefon qo'ng'iroqlari bor. Efirga olib chiqamiz. Alo. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Siz Zamudaryo telekanali bo'landingiz, jonli efirdasiz. Men buna Ruhiyaning shogirdi, Quvvatning mamasi Do'stanova Veneraman. Venera opa, assalomu alaykum. Bemalol gapiring, marhamat. Tavsiyalayman. Sonday azindelerga, Rahmet opa, rahmet. Ruhiyaga, mening bolamning ustozlik etib yurgan sonday tavsiyalayman. Rahmat, salomat Rahmet, sog' bo'ling. bo'ling. Sonday havosi yaxshi chiqyapti. Tavsiya qalaman. Rahmat. Shularında tavus, amallik, sog'lik deb qalaman. Qanday sondan birga o'zimizga sog'lik tilayman. Rahmat, salomat bo'ling. Meni Xudoyimning bugungi tug'ilgan kuniga xarizimcha bir qo'shiq aytib berdi deb iltimoslarda aytyapman. Qanday Gulnora opasining ham atidan. Venera opa salomat bo'ling. Xudo xolisa bugun Venera opamizning Xudoy afamning deydi. Tug'ilgan kunlari qutlug' muborak bo'lsin, jasna jas qo'shilsin. Xudo xolisa aytamiz. Xarizm qo'shiqlaridan ham bo'ladi, Xudo xolisa. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Azizlar, dasturimizni yana davom qildiramiz. Endi esa Mirzagul opa hamda Urxiyani birgalikda badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Yana bitta duet qo'shiq eshitamiz. Shungacha esa bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. 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 Assalomu alaykum. Gapiring, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zamudaryo telekanali bo'landingiz. Jonli efirdasiz, marhamat. Bemalol gapirishingiz mumkin. Urxiya, xudocha qizim, baxtli bo'lsin, yaxshi qo'shiqlar aytyapti. Rahmat. Mana biz shu qizimiz bilan ansambl ishida o'tirgan Anvar inimizga den-sog'lik, uzoq umr, baxt tilayman. Rahmat. Taraf qo'shishning umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Rustam degan, Rahim degan teyzasining opasiman. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Opajon, bizni kuzatishda davom eting. Chiroyli qo'shiqlarni sizga taqdim qilmoqchilar. Azizlar, diqqat markazimizdan xushovoz xonandalarimiz ustozimiz Mirzagul opa To'laganova hamda Urxiya Allaniyazvalar. Marhamat. Qo'shiq darya nur bo'lib oqsin. Ishqilsin jonlarga ishq o'tin yoqsin. Qiz yigitga shilvan azbinin boqsin. Ay sen ajin yazdim qo'shiqlarni. Qiz yigitga shilvan azbinin boqsin. Ay sen ajin yazdım qo'shiqlarni.
Қарақалпақтың көне дәрті қозғалып, шатлы дауранына бүгін мәс болсын. Шайыр кесе жерде босталар байып, зарлы заман болды көздерден қайып. Бір ілхам берісін көрдім әжайып, ай сен әжін яздың қосықларына. Бір ілхам берісін көрдім әжайып, ай сен әжін яздың қосықларына. Шатлы дауранына бүгін мәс болсын. Қарақалпақтың көне дәрті қозғалып, шатлы дауранына бүгін мәс болсын. Айт сен әжін яздың қосықларына. Albatta endi bu yog'iga Mirzagul opamiz davom qildiradi. Tabiat sululuğun tanılar tanda, kevülge acayip sesin salasan, bülbüller namasın sayrağan bağda, ahmanlık tağına, ahmanlık tağına, ahmanlık tağına hayıl kalasan. Bülbül öz namasın sayrağan bağda, ahmanlık tağına, ahmanlık tağına, ahmanlık tağına sen kalasan. Şimdi sayran edip sürsem ağladım, kevül kıyalımdan azim ağlasam. Bir gün kusta üşüp жүрсем havada, ahmanlı tağına, ahmanlı tağına, ahmanlı tağına sen kalasan. Еркін құстай ұшып жүрсем havada, ahmanlı tağına, ahmanlı tağına, ahmanlı tağına hayıl kalasan.
Katar torağlar şayxalar estim Jayxın жағасына шығып қарасам Таң сәлемін берер жақсы ниетке Ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына сен қаласың Таң сәлемін берер жақсы ниетке Ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына қайыл қаласың Bağışında sayran edip Sürsem namada Kevül kıyamdan esir İlhanım alsam Yırkın kustay ışık Jürsün havada Ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына қайыл қаласың Еркін құстай ұшып жүрсем хауада Ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына, ақмаңғы таңына сен қаласың Хайран қаласың Қайыл қаласың Barmağım oynaydı жүрегін амасың Кім сүйіктің намаз тұтар намазың Кештегілер жан намаз болмаса сазың Кеуліме өш берер тұтарым менің Кештегілер жан намаз болмаса сазың Кеуліме өш берер тұтарым менің Tutarım benim, tutarım benim Bahar havasında canla jausan Eğer de tavrını yaş bende kılsan Çalıp payman kını oynasam Kevlime yoş verir tutarım benim Çalıp payman kını oynasam Kevlime yoş verir tutarım benim
Mirzagul opamizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Keling Mirzagul opa. Charchamadingizmi? Keling, keling. Keling. Bizga chiroyli bir noma kelgan, o'qib eshittirsam. O'zbek konsert Qoraqalpog'iston filiali ham O'tevlar Shang'irag'otidan omad tilayman Mirzagul opamizga, Urxiyaxonga deb Alloh bergan O'tev bizga noma yo'llaganlar. Alloh bergan og'amizga katta rahmat. Salomat bo'lsinlar. Bizni kuzatib borayotgan ekanlar. Hamda mana shu yerda Urxiya do'stima omad tilayman, jumishlarda tabislar tilayman deb Po'lat do'stingiz sizga noma yo'llagan. Hamda assalomu alaykum, men Ruhiyaning shagirdi Quvvat, anasi Venera Dostanovadan tabis tilayman, sizga da omad debdilar. Sharshaman shagird tayyorlovda debdi. Katta rahmat sizga. Salomat bo'lsinlar. Ezgu istaklar uchun. Endi keling, suhbatimizni davom qildirsak, undan avval esa mana bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zamudariya telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Men Qo'shila rayonidan Urxiyaning singlisi bo'laman. Atim Zuhra. Salomat bo'ling. Konsert moshni bo'latir. Rahmat. Hamisha ovozi balandchan bo'lsin. Rahmat. Xalqimizga charchamay xizmat qilaversin. Mirzagul opamizga tilaklarim cheksiz. Stadionda Sağ olun. ATV telekanalına da almetler tilab qolaman. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Zuhra singlimizga ulkan rahmatlar. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat sizga. Mirzagul opa, charchamadingizmi? Keling, siz bilan suhbatimizni davom qildirsak. Mirzagul opa, qarangki, mana siz 30 yil mobaynida shu san'atda xalqimizga xizmat qilib kelayotgan ustozlardan, san'atkorlardan, ijodkorlardan birisiz. Sizga shunday bir savol bermoqchiman-da. Mana san'at sizga nima berdi? Keling, shuni o'zingiz bir aytib o'tsangiz. Mikrofonni oling, marhamat. San'at mаған ko'p narsa berdi. Бұл менің hayatım, өмірім, sunummenен жасап, sunummenен hamma vaqt san'at bilan keltiribman. To'lg'ali beri san'at bilan keltirman. Ko'p narsa oldim san'atdan. Salomat bo'ling. Albatta, butun umr mana shu san'atga, madaniyatga baxshida qilgan ulug' ustozimiz mana Mirzagul opamiz bugungi dasturimizning aziz mehmoni. Tashrifingiz uchun katta rahmat Mirzagul opa. Mana sizning nomalaringizni eshitib bir mazza qilib o'tiribmiz. Rahmat. Bundan keyin ham sizga tabrislar tilaymiz. Bundan keyin ham mana shu Qoraqalpoq milliy san'atini ko'taruvda hamda milliy nomalarimizni uyratib kelasi avlodga yetkazuvda omad tilaymiz. Bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Zamudariya telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Keling, tanishamiz. Kimsiz? Qayerdansiz? Ismingiz? Men Urxiyaning asosasiman. Marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Marhamat. Urxiyaga omad, baxt, din sog'lik tilayman. Rahmat. 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 Bemalol gapiring, marhamat. Yaxshi qo'shiqlari chiqaversin. Baxt tilayman. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Shunday o'ynab kulib yuraversin, qartaymasin. Hamma to'sqanlarning atidan omad tilayman. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Mana shunday bizga qo'ng'iroq qilib, orzu istaklarini bildirayotgan barcha yurtdoshlarimizga o'z tashakkurimizni bildiramiz. E'tibor uchun katta rahmat, qo'ng'iroqlar uchun katta rahmat. Bizning esa konsert dasturimiz hali davom etadi. Mana shu yerda Urxiya sizga atab muxlislardan kelgan bir chiroyli bir nomalar bor, she'rlar bor, o'qib eshitirsam. Alim nurlanadi, baxsa bir qiya. Qalam qaslarinda qap-qarasiya. Shomonaydan qo'siq aytar bir qiz bor. Go'zallar sardori suluv Urxiya. Jang'i malham berar shirin havozi. Qavmatini juda jarasar nozi. Aşıqları canın bermege razı. Sondayin go'zal qiz
Sulu Urxiya. Albatta mana siz muxlislaringiz yo'llagan nomalar bu. Kelin navbatni yana Urxiya xonga bersak, badiiy maydonimizga taklif qilsak, demak Shomonaydan qo'shiqni eshitsak. Marhamat azizlar, dasturimiz davom qildiramiz. Ungacha esa bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Urxiya opaga salom yo'llayman. Rahmat. Rahmat. Urxiya opa, ovozing sabul chiqsin. Rahmat. Urxiya opa, men mamam yaxshi ko'rayotgan sensiz qo'shig'ini aytib bersangiz, iltimos. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Azizlar, dasturimizni davom qildiramiz. Diqqat markazimizda xushovoz xonanda Urxiya Allaniyazova, marhamat. Endi atqarlatgan qo'shig'imiz o'zimning o'ynab o'sgan yurtim, yelim Shomonay rayoni haqida meniki жаңа Murat inimizdan qo'ng'iroqlar keldi. Murat inimizga ulkan rahmatlar aytamiz. Barcha apalarning atlarından dedim neki, barcha Shomonaychi apalarimizning hurmatlarini neki Shomonaydın göz alman degan qo'shig'imizni inam etamiz. Marhamat. Және де атқарылатын қосығымыз, мінекей қадырдан ұстазымыз
Алпысбай аға Сұлтанов сөзіне, қадырдан ұстазымыз Көшкінбай аға Асқаров намасына, со Нөкіс мемлекеттілік, Ажнез атындағы Нөкіс мемлекеттілік педагогикалық институтымыздың 75 жылығында атқарып шыққан қосығымыз, қайдасаң қосығын әнәметеміз аранжировкасы кісі қадырдан ел сүйген эстрада қосықшысы достымыз, кәсіплесіміз, группаласымыз бүгін Қуат Аметовтың туылған күні достымыздың жасына жас қосылсын, хәмеше шаңырағында Құдайым жақсы күлі болсын. Қайдасаң қосығын давам еттіреміз. Мәңгі опалы, ей жігіт сұлтаны қайдасаң, мұхаббат жәбіру жапалы, біз бұл жерде сен қайдасаң, қайдасаң жангенем қайдасаң, мұхаббат жәбіру жапалы, біз бұл жерде ал сен қайдасаң, қайдасаң жангенем қайдасаң. Өзгелер ешкімді сезбейді, сүйікнің қайсындай жайдасаң, өзгелер ешкімді сезбейді, сүйікнің қайсындай жайдасаң. Үмітім өзіңнен безбейді, қайдасаң жангенем қайдасаң, жангенем қайдасаң қайдасаң, көздерім сені ізлейді, қайдасаң жангенем қайдасаң, жангенем қайдасаң қайдасаң. Шәһәнді шарлайды, мен саған сен маған шайдасаң, қалбімде мұхаббат парлайды, қайдасаң жангенем қайдасаң, жангенем қайдасаң қайдасаң, көздерім сені ізлейді, қайдасаң жангенем қайдасаң, жангенем қайдасаң қайдасаң. Жолыңа бір шығып қарайын, қайдасаң жангенем қайдасаң, жолыңа бір шығып қарайын, қайдасаң жангенем қайдасаң. Қали сен айға да барайын, космосқа сен келме айдасаң, космосқа сен келме айдасаң, қайдасаң жангенем қайдасаң, жангенем қайдасаң қайдасаң, қайдасаң жангенем қайдасаң. Allaniyazova, katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Azizlar, dasturimizni yana davom qildiramiz. Bizga mana chiroyli nomalar kelgan. Assalomu alaykum. Filarmoniya direksiyasi ham ko'rkam uni bastlari atından Mirzagul To'laganova, Urxiya Allaniyazova ham sazandalarimizga omad tilaymiz deb 27 abonenti bizga noma yo'llagan ekanlar. Katta rahmat, salomat bo'lsinlar. Chin ko'nglimizdan tashakkurimizni izhor aylaymiz. Endi mana shu yerda juda ham ko'p nomalar bor, lekin telefon qo'ng'iroqlari bo'layapti, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Zamudariya telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Marika Primovaman. Mirzagulda boshqa postman. Aha, marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Alo. Alo. Mirzagulda bor quvonayotganman. Savollarni qo'shmaysan. Mirzagul do'stim, olsang ish. O'shanlayversin. Havodan qo'shmaysan. Rahmat, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Mirzagul do'stim, omad tilayman. Mana qo'shiqlarimni eshitib o'tirmiz deb Tazagul do'stim sizga noma yo'llaganlar.
Telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. Marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Men Alo, gapiring marhamat. men Alanya'da Urxiyaning singlisi Xo'jayldan Yenazarova tilsizaman. Aha. Urxiya azapa. Havozing bundan da beter janlayversin. Rahmat. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting azizlar. Konsert dasturimizni davom qildiramiz. Yana navbat qo'shiqqa, sozga. Marhamat Mirzagulo opa, fayzingiz bersin. Aşığı serkaçta bolsan uykumu berbat kıl. Tınmayın şamul seherleri dat bilen bedat kıl. Bir mara sen kırılışkıyın abat kıl. Canım olan bir zaman şu yavrımı azat kıl. Kışı bunday belge birge bolsa beykumar kalmak aytanın deyanın zerre yanlı ihtiyar Titreşir sinimde aftaptan de canım bir karar Yavrumuz mektepte yığılar biz bu jerde intizar Canım olan bir zaman şul yavrumni azat kıl. Bir muğallim sen zamana şehir işine bağırım Dergayına yüz tutup yavrumның üstün isterim Pal orduna bizgen ağdı işirerdi derdi ham Tilmirip misliga daldik yavrun ister şansenim Canım olan bir zaman şu yavrumni azat kıl Qo'shiqlarimizni davom ettiramiz. Dutan alıp çıksam dünya seyrana Dünya yüzü kalar bize heyrana Aydınlarımız nuranadır nurana Benim yüreğimi çalsana bakşıp Aydınlarımız nuranadır nurana Mağrıptan maşruğa bulsana bakşıp Kömürler sultanı şirin sazına Benim yüreğimi çalsana bakşı Kömürler sultanı şirin sazına Benim yüreğimi çalsana bakşı
Şuran dudarın al sana bakşı Şöhrete sağladan şal sana bakşı Tarihta vatanımı yaktı geleceği Bu şırvan merdeni al sana bakşı Tarihta vatanımı yaktı geleceği Bu şırvan merdeni al sana bakşı Şırın sazına benim yüreğimi salsana bakşı Gönüller sultanı şırın sazına benim yüreğimi salsana bakşı Bu şırvan berdeni alsana bakşı Katta rahmat, salomat bo'ling. Davom qildiramizmi yana? Marhamat. Dilberi mani yar canani mani İşq qilib shay mara zinda tasviri mani Dilberi mani yar canani mani İşq qilib shay mara zinda tasviri mani Dilberi hişuh qilan qaşını ay Tende yavruy git başını Dilbere hişuh qilan qaşını ay Tendeki yavruy git başını Dilberi mani yar canani mani İşq qilib shay mara zinda tasviri mani Ay Safta sahar manzila bat qo'shimi ay sabzanay sarb qamat qo'shimi Safta sahar manzila bat qo'shimi ay sabzanay sarb qamat qo'shimi Dilberi mani yar canani mani İşq qilib shay mara zinda tasviri mani Dilberi mani yar canani mani İşq qilib shay mara zinda tasviri mani Dilberi mani yar canani mani İşq qilib shay mara zinda tasviri mani Ay Mirzagul To'laganova, katta rahmat, salomat bo'ling. Keling ustoz, keling. Mirzagul opa, katta rahmat sizga, ajoyib dilrabo kuy qo'shiqlar uchun chin ko'nglimizdan tashakkurimizni izhor qilamiz. Katta rahmat. Endi mana shu yerda bir ikkita chiroyli nomalar kelgan, o'qib eshittirsam. Qozog'istondan ajabasi Aqtovdan Zulfiya anishim qo'sig'indan bo'lsin debdi. Urxiyaning ajabasi ekan. Yana mana shu yerda Urxiyani ustozlari Oltmisbay Sultonov, Bazargul Karimova shagirtimi Balent parvoz tilayman debdilar. Ustozlarga katta rahmat e'tibor uchun.
Shomanaydan ustozi Maqsud Matekov hamda Maqsud Qalniyozovlar shogirdima dori to'lishigida tabriklar tilayman debdilar. Ustozlarga katta rahmat, sog' salomat bo'lsinlar. Endi Urxiya sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchimanki. Rahmat. Bilasiz, hozir yurtimizda karantin e'lon qilingan. Asta-sekinlik bilan bu karantin yumshatilmoqda. Endi keling, mana shu karantin paytida ijodkorlar, ya'ni siz nima ishlar bilan band bo'ldingiz? Ijod qanday bo'ldi? Haqiqatdan o'rinli so'rov bo'ldi Aybek aka. Bizni karantin davrida shogirdlarimiz bilan birga uy sharoitida konsert berdik. 7-may kuni hamda 30-may kuni imkoniyati cheklangan bolalar bilan hozir жұмыс olib borib o'tiribman. Shogirdlarimiz Quvvat Mamutov hamda Damir Жаңабаев degan shogirdlarimiz bilan birgalikda ustoz Sazindi ağalarımız boshlig'ida uy sharoitida konsert berdik. Alyon Media.com YouTube kanalına saldık. Dosik anamizga rahmet aytamiz. Uy sharoitida shogirdlarimiz bilan birga konsert berib o'tiramiz. Salomat bo'ling, albatta. Uyda ham ijod qaynayapti, shundaymi? Davom qildirsak, mana shunda bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat. Siz Amudaryo telekanaliga ulandingiz, jonli efirdasiz. O'zingizni tanishtiring. Men Taqatashdan qaytayman. Marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Urxiyaga omad tilaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. 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 Alhamdulillahimiz var, ustamız. Aha. Baraka. Turmayagamiz var. Salomat bo'lsinlar, rahmat. Sizlarga omad. Avanjigam qolib qo'ymasin, aman chektirib. Rahmat, salomat bo'ling. Omad hammalaringizga. Jonli ijrodan Ozarbayjoncha bo'lsin, Ozarbayjoncha. Urxiya. Rahmat, aytbay aka. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Demak, endi esa Urxiyaxonni badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Aynishim qo'sini so'rayotgan ajabangiz. Azizlar, dasturimiz davom qildiramiz. Diqqat markazimizda xushovoz xonanda singlimiz Urxiya Allaniyazova. Marhamat, qo'shiqlardan bahramand bo'ling. Davom qildiramiz dasturimizni. Aynanay yanıp turgani yana qiynana aynanay aynanay manga qarab kelishingdan aynanay yanıp turgani yana qiynana aynanay manga qarab kelishingdan aynanay Bağıralap yürüyüşünden aynanay Bana qarab gülüşünden aynanay Bağıralap yürüyüşünden aynanay Bana qarab gülüşünden aynanay Karanlık keçanımına bakırgen Karanlık keçanımına bakırgen Yanıp durgani yanaqından aynanay Yanıp durgani yanaqından aynanay Aynanay Yanıp durgani yanaqından aynanay Bana qarab gelişimden aynanay Yanıp durgani yanaqından aynanay Bana qarab gelişimden aynanay İşiginin aldı aylanma salmadan akamış alma İşiginin aldı aylanma salmadan akamış alma Aytarmışlar ikimiz de
aşık deyip aytarmışlar ikimizni aşık deyip aldap sorasanlar moynuna alma aldap sorasanlar moynuna alma aynanayın aynanayın aynanay yanıp turgan yanaqingdan aynanay aynanayın aynanayın aynanay bana qarab kelishingdan aynanay aynanayın aynanayın aynanay yanıp turgan yanaqingdan aynanay aynanayın aynanayın aynanay sharqillagan barmoqingdan aynanay мінекей және де атқарылатұғын қосығымыз қадырдан Хажы ана ханымыз ұстазымыз Бибрап апа Өтепбергенова қосықларынан түркменше қосықлардан күш депті қосығын нәметеміз. Мархамат. Başlalina başlalin güçtep məni başlalin başlalina başlalin güçtep məni başlalin bugün toya geldik bize kaygıgami taşlalin bugün toya geldik bize kaygıgami taşlalin adıgım au adıgım adıgım da tüydügüm adıgım au adıgım adıgım da tüydügüm toya gelgen mehmanlara abal salam deydigim toya gelgen mehmanlara abal salam deydigim İkin dört bulur, kız yaşı 14 bulur. İkin dört bulur, kız yaşı 14 bulur. Kız 14'ten çıkan sonra ata ena dert bulur. Kız 14'ten çıkan sonra ata ena dert bulur. Dostumның yazған хаты 6-6-36 dostumның yazған хаты ол бір егет сүйіп тұра егеттер вещей сорты ол бір егет сүйіп тұра егеттер вещей сорты ол бір егет сүйіп тұра егеттер вещей сорты және де мінекей жаңа Ақтау қаласынан келген сұраулар бойынша мінекей ұл өсірген, қыз өсірген Мехрибаным анажан деп мінекей әрбір шаңырақта аналарымыз сау болсылар. Бәрше анахаларымыздың құрметлеріне анашым қосығынмен дауам еттіреміз. Мархамат. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің, абынарым. Анашым шалқып көрсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды. Көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған соң қарыңмын, қияға шырқарыңмын, бәйгеге өзің қосқан қолдарыңмын. Анашым шалқып күлсең,
бар адамдар ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды deyman Şundava sözüm deyman Anашым sen oylasam Üzülmeyman Anашым şalqın gülsün Aldında uzak жүрсең Жүрегім жыр толғайды Көңілім ортаймайды ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды Salomat bo'ling. Rahmat. Keling, marhamat. Azizlar, endi mana shu yerda Aliyom Mediacom YouTube kanalimiz orqali kelgan izohlarni o'qib eshittirsam, undan keyin yana konsert dasturimizni davom qildiramiz. Assalomu alaykum, Mirzagul opa, Arxuya. Tabriklaringiz ko'p bo'lsin deb Ruslan Artikov yo'llagan ekan bu nomani. Assalomu alaykum, Mirzagul opa. Ijodingizga tabriklar, uzoq yosh, din sog'lik tilayman deb Sanatbek Qo'shinbetov yo'llagan ekanlar. Mana shu YouTube kanalimiz orqali kelgan izohlar bu. Semiyamiz bilan tamasalab o'tirmiz. Xo'jeldan Jalilli Salim debdi. David Beckham deb yozib qo'yibdilar. Bu abonentimiz, katta rahmat, salomat bo'lsinlar. Yana bir ikkita nomalar o'qib eshitirsam, katta rahmat, yaxshi tomosha qilyapmiz. Moskvadan salom. Sanatbek Qo'shinbetov. Salomat bo'lsinlar. Yana kelgan nomalar, assalomu alaykum, hammaga salom. Qizilcholi qishlog'idanman. Amituviga omad debdilar. Maqsud Haytimbetov yo'llagan ekan bu nomani. Salomat bo'lsinlar, katta rahmat. Konsert zo'r, Qoraqalpoq qo'shiqlarına gap yo'q. Qo'shiqchilarga omad Mirzagul opa, Urxiya, Manzura Kartbayeva yo'llagan ekan bu nomani. Katta rahmat, salomat bo'ling. Tikkilay efir zo'r bo'lib atir. Amituvi omad sizlarga. Shimbay Mayjabdan Ikram Ubiyev yo'llagan ekan bu nomani. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Yana yo'llagan, yana kelgan nomalar Amituvi omad Qozog'istondan, Qipchoqli yigitlardan Qurbonoy Boltaboyeva yo'llagan ekan bu nomani. Rahmat sizga ham, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum, Mirzagul opa. Davusingiz bundan da baland jo'layversin. Muzikant og'alarimizga da rahmet debdilar. Nargiza Najimova yo'llagan ekan bu nomani. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Almatadan Mang'itga salom, Atibiga omad Jamshidbek Qadirov. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Bizda telefon qo'ng'iroqlari bor, efirga olib chiqamiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Siz Amudariya telekanaliga ulandingiz. Jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Alo, men Xo'jayldan Zolishkaman. Salomatmisiz? Marhamat, bemalol gapirishingiz mumkin. Zolishka, marhamat. Telefonda. Mirzagul opa? Ha. Marhamat, keling. Sizni eshityapti, bemalol gapiring, marhamat. Ha, Urxiya opa, keling. Qanday qo'z? Rahmat sizga, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat, albatta. Albatta, siz so'rang qo'shni aytib beradilar. Rahmat. Salomat bo'ling.
Ovozidan, shiraligidan bu qizning. Rahmat sizga e'tibor uchun. Azizlar, dasturimizni davom qildiramiz. Mirzagul opa, qarangki mana bir daqiqa Mirzagul opa, bir daqiqa sizdan bir nima so'ramoqchiman-da. Mana siz ko'p yillik tajribaga ega san'atkorsiz. Mana 30 yil mobaynida mana shu san'at sohasida ishlab kelayotgan eng bir yetuk mutaxassislardan birisiz. Qarang, bugungi kunda zamonaviy estrada san'atida, qo'shiqchilik san'atida qandaydir kichik muammolar bor. Ya'ni qo'shiqlar yaralishida, u qo'shiqlarning so'zlarida, ya'ni ularda adabiyot yo'q bugungi kundagi qo'shiqlarimizda. Sizning bunga qarashingiz qanday? Fikringiz qanday? Masalan, qarangki, qizlarga go'zallikni boshqacha ta'rif bilan o'xshatadi-da. Masalan, oshiqlarni bir-birlariga Layli Majnunga, Tohir Zuhroga, Farhod Shiringa o'xshatardi oldinlari adabiyotda. Lekin hozir boshqacha taqqos borda. Boshqacha o'xshatish bor. Qandaydir go'zal qizlarni mashinalarga, yana boshqa narsalarga o'xshatish bor. Bunga qarashingiz qanday? Hozirgi yoshlarımızın ayrim yoshlarimiz kitob o'qimaydi-da. Albatta. Qo'shiqlarning tekstine, qo'shiqlarning ma'nosine qaramasdan o'zi yozib, o'zi aytib chiqa beradigan qo'shiqchilarimiz bor. Demak, ularga shoirlar yozib bermaydi, to'g'rimi? O'zlari yozib olib, o'zlari chiqarib aytadigan qo'shiqchilarimiz bor. Kitob o'qib, sondan ma'nosine qarab chiqarib kerak-da. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Ustozlarning maslahatiga quloq solish kerak, shundaymi? Lekin bizning Qoraqalpog'iston san'atimiz respublikamizda eng bir oldingi san'atlardan biri, to'g'rimi? Mana davlat tadbirlarida, Navro'z, Mustaqillik bayramlarida ko'rsangiz ham bizning mana shu filarmoniyamiz yigit qizlari bir zo'r tomosha chiqadilar. Zo'r chiqishlar bilan chiqadilar, to'g'rimi? Masalan, yaxshi qo'shiqchilarimiz bor, yoshlardan ham hozir ko'p chiqib turibdi, qizlardan, bolalardan, yigitlardan. Ular kitob o'qib, ular ustozlardan ta'lim olib, soni so'rashtirib, chiqarib aytayotgan qo'shiqchilarimiz ko'p. Albatta, mana shunday Qoraqalpog'iston san'atimizning eng ulug' darg'alardan, ustozlardan shularning yo'llarida yurib maslahatlarini olib ijod qilyapti, to'g'rimi? Mana yaqindagina ko'rgan bo'lsangiz kerakki, Salomat Qalbibek hamda Bayram Perdiboyev keldiki, ularning ham qo'shiqlari bundan 10 yil oldin ishlangan qo'shiqlar. Lekin hozir ham ular o'zining chiroyini yo'qotmagan, mazmunini yo'qotmagan. Hozir ham eshitsangiz, maza qilib eshitasiz. To'g'rimi? O'lmas asarlarimiz deydi, o'lmas qo'shiqlarimiz. Qarang, bizning mana shu Qoraqalpog'iston san'atimiz shunday eng yuqori o'rinlarda turadigan san'at turlaridan biri. Bunda bizning milliyligimiz bor, o'ziga yarasha koloritimiz bor, to'g'rimi? Albatta, mana shu yo'lda xizmat qilayotgan barcha san'atkorlarga, sizdek ustozlarga o'z tashakkurimizni bildiramiz hamda Mirzagul opamizni yana badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Marhamat. Azizlar, dasturimizni davom qildiramiz. Chiroyli qo'shiqlardan bahramand bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Mirzagul opa, marhamat. Ağlar yarım tarifine, zulfü yanağına düşeray. Sağından düşse marjana, o şalgağına düşeray. Ay, sanıp tına bilezikdeyim, kasay gözü süzükteyim. Çıkarsa yüzükte aytıp parmağına düşür.
var aytaray kıyıp janıp öz-özünden otqa düşür Alqay, Negeyim telefonşu ajırasan hay jigit Negeyim telefonşu jigiresen hay jigit Qo'sangдағы qanchama jetkizbesmen al bilib Qo'sangдағы qanchama jetkizbesmen al bilib Bolsang jete qo'y, jurib bolsang jete qo'y, jetolmasang qol jigit. Jurib bolsang jete qo'y, jetolmasang qol jigit. Taң nuruna şomulgan күннен артық соғылма Taң nuruna şomulgan күннен артық соғылма Бүткіл дүния алдында көз алым деп табылған Бүткіл дүния алдында көз алым деп табылған Bolsang jete qo'y, jurib bolsang jete qo'y, jetolmasang qol jigit. Jurib bolsang jete qo'y, jetolmasang qol jigit. Jetolmasang qol jigit, jetolmasang qol jigit. Mirzagul To'laganova, katta rahmat ustozga, salomat bo'ling. Rahmat azizlar, yana konsert dasturimizni davom qildiramiz. Badiiy maydonimizga Urxiya Allaniyazovani taklif qilsak. Marhamat. Urxiya, marhamat, siz uchun badiiy maydonimiz muntazir. Kuy qo'shiqlarni davom qildirsak, bizni kuzatishda davom eting aziz teletomoshabinlar. Bemalol 0850 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa konsert dasturimizni sizga yanada taqdim qilamiz. Urxiya Allaniyazova, marhamat. Su boyunda turganımda
Жолы сөзбенен сұрап іште қарындас болама суың қандай палдан татлы ішіп мейірім қанды менің суың қандай палдан татлы ішіп мейірім қанды менің жаудыраған қара көзің жүрегімнен алды орын жаудыраған қара көзің жүрегімнен алды орын орамалды алдыдағы қарап нағыз кестесіне орамалды алдыдағы қарап нағыз кестесіне бұл достықтың болсын шарты деп қошласты кетерінде бұл достықтың болсын шарты деп қошласты кетерінде бұл достықтың болсын шарты деп қошласты кетерінде Яхшы мінекей бүгін бәрше туылған күндерін нышанлап атырған бәрше достарымыздың, апаларымыздың құрметлеріне мінекей бағана Тазагүл апамыз соранып еді. Тазагүл апамыздың жасларына жас қосылсын, әмеше шаңырағында жақсы күндер болсын. Бәрше туылған күн белгілеп атырған апаларымыздың, достарымыздың құрметлеріне бір харизм ләзгісін әнем етеміз. Қане мархамат.
Allaniyaz va katta rahmat, salomat bo'ling. Zo'r, juda ham zo'r, ajoyib. Marhamat, keling, yonimizga taklif qilamiz. Azizlar, yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Bugungi mana shu konsert dasturimizning aziz mehmonlari Qoraqalpog'iston san'atining yorqin yulduzlari bo'lgan ustozimiz, xushovoz xonanda, O'zbekiston Respublikasi Davlat filarmoniyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi ashula va raqs ansambli xonandasi Mirzagul To'legenova hamda Urxiya Allaniyazvalarga o'z tashakkurimizni bildiramiz hamda sozandalarga ham, ustozlarimizga, og'alarimizga ham katta rahmat, salomat bo'ling. Mana 2 soat mobaynida xalqimizga jonli efirda xizmat ko'rsatayotgan barcha ijodkorlarga katta rahmat. Amudaryo telekanaliga hamda Alyon Mediacom YouTube kanalimizga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Azizlar, shuning bilan dasturimizni yakunlar ekanmiz. Ilohim yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Elimizda, yurtimizda hamisha kuy qo'shiqlar yangrab tursin. Mirzagul opa, Urxiya tashrifingiz uchun yana bir bora katta rahmat. Dasturimiz so'ngida mana shu teletomoshabinlarga tilaklaringiz, istaklaringiz, orzu niyatlaringiz marhamat. Xalqimiz omon bo'lsin. O'sha hozirgi bo'lib o'tirgan karantin davrida Xudoyim shu karantinlar tarqab, xalqimizning to'ylari boshlanib, shaxs kunlarida shu qo'shiqchilarimiz, baxshilarimiz xizmatda bo'laversin. Hamisha xalqimizning uylarida ulkan to'ylar bo'laversin. Urxiya marhamat. Neki bizlerдің осы концертке жақыннан жәрдем берген филармония басшыларына, неке сазенде ұстаз ағаларымызға, Alyon Mediacom YouTube каналына, неке Айбек аға сізге, неке бәршеге өз миннеттаршылығымды білдіремен. Осы АТV телеканалына да үлкен рахметлер айтамын. Katta rahmat, sog' salomat bo'ling, omad hamisha yor bo'lsin sizlarga azizlar. Shuning bilan dasturimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Amudaryo telekanalidan uzoqlashmang. Sog' salomat bo'ling.